Assalomu alaykum hurmatli haydovchilar. Hozir sizlar bilan Rizo Driver ilovasidagi balans haqida gaplashamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, eng yuqorida balans turibdi. Bizda 73688 ballimiz bor ekan. Ya'ni bu ballni ustiga bosganingizda bizda to'lovlar tarixi kelib chiqadi. O'zi bu ball nima va nima uchun kerak? Ya'ni siz Rizo Driverdan har bitta qabul qilgan mijozingizdan aynan shu balldan ma'lum bir foiz qismi yechib olinadi. Ballingiz tugagandan keyin pastdagi to'ldirish tugmasini bosasiz. Bu yerdan istalgan summadagi ballni kiritasiz. Ya'ni 100 ming so'm bo'ladigan bo'lsa, bu 100 ming ball degani. Tasdiqlash tugmasini bosganingizdan keyin bu yerda PayMe, Click hamda Paynet ilovalari chiqadi. O'zingizga ma'qulini tanlab, to'lovni amalga oshirsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam quyidagi ilovalardan birini tanlab, u yerdan to'lovlar bo'limiga o'tib, Rizo Driverni topasiz. O'sha yerdan to'lov qilsangiz ham bo'ladi. Bu yerda sizga Driver ID kerak bo'ladi. Driver ID ni qayerdan ko'rib olsangiz bo'ladi? Ya'ni ilovaga kirganingizda menyu bo'limiga o'tasiz. Ismingiz tagida o'zingizning shaxsiy ID raqamingiz bo'ladi. Misol uchun bizda 14 63 52. Sizda boshqa ID raqam bo'ladi.